Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2025-yil 1-noyabrdagi favqulodda vaziyatlar organlari tomonidan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarning oldini olish borasida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi 205-sonli buyrug'iga asosan yanvar oyi xavfsiz xonadon oyligi o'tkazilmoqda. Oylik doirasida tumandagi barcha korxona va muassasa tashkilotlar binolarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi doimgidek siz aziz fuqarolardan isitish mavsumini betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa is gazdan zaharlanish va gaz havo aralashmasi chaqnashi natijasida chaqnash, yong'in va boshqa turli bahs hodisalarni o'zingizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. Bunda esa albatta yong'in texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda is gazi va undan zaharlanishning oldini olish choralari to'g'risida qisqacha to'xtalsak. Is gazi rangsiz, hidsiz, ko'p uchraydigan zaharli birikma, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin cho'g'lari to'liq yonmasligi, chala yonishi oqibatda vujudga keladi. Tahlillarga ko'ra, is gazdan zaharlanish holatlarining aksariyati quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelmoqda. Fuqarolar tomonidan gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik choralariga rioya etmaslik, nostandart yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlaridan foydalanish, isitish pechlarining dudburlarining noto'g'ri o'rnatish, gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'iga moslashtirilgan isitish pechlari, dam olish xonalariga olib kirish, havo almashmaydigan xonalarni isitishda ochiq olov va boshqalardan foydalanish, havoni almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tuynuklarini berkitib qo'yish shular jumlasidandir. Bundan tashqari, mavsumga yana bir yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlardan biri bu gaz havo aralashmasining natijasida portlash hamda yong'inlarning sodir bo'lishidir. Afsuski, bugungi kunda fuqarolarimiz tomonidan yong'in va texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik oqibatida bunday holatlar tez-tez uchrab turibdi. Eslatib o'tamiz, agar xonada gaz hidini sezsangiz, chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan foydalanmang. Darhol xonani shamollatish chorasini ko'ring. Bu haqda 104 raqam orqali gaz xizmatiga, yong'in sodir bo'lgan taqdirda yong'in qutqaruv qismining 101, 1050 yoki 112 qisqa raqamlariga xabar bering.